Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar. Bugun siz bilan shunday muhim mavzuni muhokama qilamizki, bu har birimizga, mamlakatimizdagi har bir karta egasiga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Internetda, ijtimoiy tarmoqlarda kartaga pul o'tkazmalaridan 23% soliq undiriladi. Tasdiqlandi. Endi har bir pul o'tkazmasidan soliq to'lashimiz kerak kabi xabarlar tarqalib, ko'pchilikni xavotirga solmoqda. Bu xavotirlar bejiz emas. Chunki pul o'tkazmalari har birimizning kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylangan. Bugungi videoda biz ushbu xabarlar qanchalik haqiqat ekanligini, yangi qoidalar kimlarga taalluqli ekanligini va kimlar xavotirga tushish kerakligini va kimlar mutlaqo tashvishlanmasligi mumkinligini. Ushbu ma'lumotlar shunchaki umumiy gaplar emas, balki sizning moliyaviy osoyishtaligingiz uchun o'ta muhim ahamiyatga ega. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video eng ko'p odamga yetib borishi juda muhim. Xo'sh, muammoning mohiyati nimada va vaziyat qanday o'zgardi? Oldinlar karta orqali pul o'tkazmalar asosan jismoniy shaxslar o'rta shaxsiy munosabatlar doirasida amalga oshirilardi. Ya'ni bir odam ikkinchisiga qarzini qaytardi, ota-ona farzandiga pul yubordi, do'stlar o'rtasida umumiy xarajatlar bo'lishlardi yoki biror sovg'a uchun pul o'tkazilardi. Bunday o'tkazmalar odatda daromad sifatida qabul qilinmasdi va shuning uchun ular hech qanday soliqqa tortilmas edi. Davlat soliq idoralarining asosiy e'tibori rasmiy daromad manbalari, ish haqi, tadbirkorlikdan olingan foyda, mulk ijarasi kabi daromadlarga qaratilgan edi. Karta o'tkazmalari banklar tomonidan monitoring qilinardi. Albatta, ammo shaxsiy maqsadli o'tkazmalar katta hajmdagi va muntazam bo'lmasa, soliq idoralarining diqqat markaziga tushmasdi. Bank sirlari, shaxsiy ma'lumotlarning daxlsizligi kabi tamoyillar ham ushbu tizimning asosini tashkil etgan. Umumiy olganda jismoniy shaxslar o'rtasidagi har qanday karta o'tkazmasi daromad deb hisoblanmas edi. Faqatgina o'tkazuvchining o'zi uning daromad ekanligini rasman e'lon qilmasa. Ammo hozir vaziyat ancha jiddiy tus olmoqda. Iqtisodiyotda yashirin iqtisodiyotning ulushi tobora ortib borayotgani, ko'plab jismoniy shaxslar o'z faoliyatlarini rasmiylashtirmasdan karta orqali to'lovlarni qabul qilib, o'z daromadlarini soliqdan yashirayotgani davlatning e'tiboriga tushdi. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar orqali mahsulot sotadigan, xizmat ko'rsatadigan shaxslar ko'paydi. Ular o'z mahsulotlarini reklama qiladilar, mijozlardan buyurtmalar oladilar va to'lovni shaxsiy bank kartalariga qabul qiladilar. Natijada ushbu faoliyatdan olingan daromadlar soliq hisobotlarida aks etmaydi va davlat byudjetiga tushmaydi. Davlat soliq qo'mitasi va boshqa vakolatli organlar bunday faoliyatni tartibga solish, soliq bazasini kengaytirish va barcha fuqarolar uchun teng raqobat sharoitlarini ta'minlash maqsadida jiddiy choralar ko'rishga kirishdi. Gap shundaki, 23% soliq butunlay yangi soliq emas. Balki bu soliq to'lashdan qochgan daromadlar uchun joriy etilgan jismoniy shaxslar daromad solig'ining umumiy stavkasi yoki unga bog'liq jazo miqdori bo'lishi mumkin. Ya'ni ilgari e'tibordan chetda qolgan, yashirin deb hisoblangan daromadlarni aniqlash va ularga nisbatan amaldagi soliq qonunchiligini qo'llash mexanizmlari kuchaytirilmoqda. Banklar endi soliq idoralariga ma'lum miqdor yoki chastotadagi shubhali o'tkazmalar haqida avtomatik tarzda ma'lumot berishlari talab qilinishi mumkin. Bu esa karta orqali kelib tushgan pullarning daromad ekanligi aniqlansa, ular soliqqa tortilishini anglatadi. Endi esa batafsil tahlilga o'tamiz. Aslida nimani bilishingiz kerak? Kimlar xavotirga tushishi kerak va kimlar mutlaqo tashvishlanmasligi mumkin? Kimlar xavotirga tushishi kerak? Birinchidan, rasmiy ravishda ro'yxatdan o'tmasdan o'z xizmatlari yoki mahsulotlar uchun shaxsiy kartasiga muntazam ravishda pul qabul qiladigan jismoniy shaxslar. Bu guruhga quyidagilar kiradi. Freelancerlar, masofaviy ishlar, deylik, siz grafik dizaynerisiz va Instagram orqali mijoz topdingiz. Mijozlaringizga logotip yaratib berasiz va har bir ishingiz uchun 500 ming so'm to'lovni shaxsiy kartangizga qabul qilasiz. Agar siz bir oyda 10,5 ta shunday buyurtma olsangiz, oylik daromadingiz 5-7 million so'mga yetadi. Yoki siz dasturchisiz, chet el kompaniyalariga yoki mahalliy buyurtmachilarga xizmat ko'rsatasiz, har bir loyiha uchun o'rtacha 3-5 million so'm miqdorida pulni shaxsiy kartangizga qabul qilasiz. Yil davomida bu summalarning muntazam ravishda kelib tushishi albatta soliq idoralarining diqqatini tortadi. Sizning daromadingiz rasman ro'yxatdan o'tmagani uchun bu summalar tekshiruvga uchraydi
va daromad ekanligi aniqlansa, ularga belgilangan soliq stavkasi masalan 23% deb atalayotgan qo'llanilishi mumkin. 2. Uyda mahsulot ishlab chiqaruvchilar yoki xizmat ko'rsatuvchilar, misol uchun uy bekalari tomonidan tayyorlanadigan tortlar, shirinliklar, xamir ovqatlar. Agar siz Telegram yoki boshqa messenjerlar orqali buyurtmalar qabul qilib, har bir tort uchun 2 ming so'm pulni kartangizga qabul qilsangiz va kuniga 2-3 ta, oyiga esa 2-6 ta shunday buyurtma olsangiz, bu sizning oyiga 25 million so'm daromad topayotganingizni anglatadi. Yoki sartaroshlik, kosmetologiya xizmatlarini uyda ko'rsatib, har bir mijozdan 1 ming 2 million so'm olib, kuniga 5-10 ta mijozga xizmat ko'rsatsangiz, bu ham oyiga sezilarli daromad demakdir. Bu kabi muntazam va katta hajmdagi o'tkazmalar ham shubhali hisoblanadi. O'tul, onlayn savdo bilan shug'ullanuvchilar, Telegram kanallar, Instagram do'konlar orqali kiyim-kechak, kosmetika aksessuarlar sotuvchilar. Ular mijozlardan mahsulot narxini shaxsiy kartalarga qabul qiladilar. Agar sizning savdo aylanmangiz oyiga 23 million so'mdan oshsa va barcha to'lovlar shaxsiy kartangizga kelib tushsa, bu ham soliq organlari uchun savdo faoliyati sifatida ko'rinadi va soliqqa tortilishi mumkin. 4. Rasmiy ish joyidan tashqari qo'shimcha daromad topuvchilar. Misol uchun siz o'qituvchisiz va darsdan keyin repetitorlik qilasiz. Har bir o'quvchidan oyiga 300 ming so'm to'lov olib, 10 nafar o'quvchidan jami 3 million so'm daromadni shaxsiy kartangizga qabul qilasiz. Bu ham muntazam daromad manbai bo'lib, agar u rasmiylashtirilmagan bo'lsa, soliqqa tortilishi mumkin. Ikkinchidan, o'z faoliyatini yakka tartibdagi tadbirkor sifatida ro'yxatdan o'tkazmagan yoki o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida faoliyat yuritmaydigan, lekin ushbu maqomlarga mos keladigan faoliyatni amalga oshirayotgan shaxslar. Ularning daromadlari agar rasmiylashtirilmagan bo'lsa, soliq organlari tomonidan aniqlansa, tegishli soliqqa tortilishi mumkin. Uchinchidan, o'z biznes faoliyatini jismoniy shaxs kartalari orqali yuritadigan kichik biznes egalari. Ba'zi kichik do'konlar, kafelar yoki xizmat ko'rsatish shoxobchalari, masalan, avtomobil yuvish shoxobchalari, kichik ustaxonalar, mijozlardan naqd pul yoki korporativ kartalar o'rniga egalarining shaxsiy kartalariga o'tkazmalar qabul qilishi mumkin. Agar bu muntazam va katta hajmdagi summalarni tashkil etsa, bu ham tekshiruvga sabab bo'ladi. Masalan, kichik bir sartaroshxona egasi har bir mijozdan so'm to'lovni shaxsiy kartasiga qabul qilib, kuniga 2-3 ta mijozga xizmat ko'rsatsa, kuniga 5 million so'm, oyiga 5 million so'm aylanma qiladi. Bu shaxsiy karta uchun g'ayritabiiy yuqori faoliyat hisoblanadi. Kimlar xavotirlanmasligi kerak? Birinchidan, oila a'zolari o'rtasidagi shaxsiy o'tkazmalar. Ota-ona farzandiga pul yuborsa, xo'tiniga yoki aksincha, aka-uka o'rtasida pul almashinuvlari bo'lsa, bu holatlar odatda soliqqa tortilmaydi. Masalan, talabaga o'qish xarajatlari uchun oyiga 5 million so'm yoki onaga dori-darmon uchun 500 ming so'm yuborilsa, bu daromad hisoblanmaydi. Muhimi, bu o'tkazmalar muntazam bo'lsa-da, katta summalarda va biznes xarakterida bo'lmasligi kerak. Ikkinchidan, shaxsiy qarzni qaytarish. Agar siz do'stingizga 2 million so'm qarz bergan bo'lsangiz va u pulni sizning kartangizga qaytarsa, bu daromad emas, balki sizning shaxsiy moliyaviy hisob-kitobingizdir. Bunday vaziyatlarda agar o'tkazma tafsilotlarda qarzni qaytarish kabi izoh qoldirilsa, bu tushunmovchiliklarni oldini olishga yordam beradi. Yaxshisi, katta miqdordagi qarz berish olishda rasmiy qarz shartnomasini tuzish tavsiya etiladi. Uchinchidan, sovg'alar va yordam pullari. Agar sizga tug'ilgan kuningizda do'stlaringiz yoki qarindoshlaringiz 100 ming so'mdan bir necha marotaba pul o'tkazilsa, bu soliqqa tortilmaydi. Yoki xayriya maqsadida pul yig'ilsa va bu summalarning maqsadi aniq bo'lsa, ular ham soliqqa tortilmaydi. Masalan, kasal bolaga yordam uchun yig'ilayotgan pul. Lekin bu yerda shaffoflik va hujjatlar muhim. 4-dan, ish haqi, pensiya, stipendiya va ijtimoiy nafaqalar. Bu turdagi daromadlar allaqachon soliqqa tortilgan yoki soliqdan ozod qilingan bo'ladi. Ular sizning rasmiy daromad manbalaringiz bo'lib, bank kartangizga kelib tushish odatiy holdir va ular uchun qo'shimcha soliq undirilmaydi. 5-dan, moliyaviy yordam, mukofotlar va lotereya yutuqlari. Agar siz biror tanlovda g'olib chiqib pul mukofoti olsangiz yoki lotereyada yutuq chiqqan bo'lsa, bu daromadlar ham maxsus tartibda soliqqa tortiladi yoki umuman soliqdan ozod bo'lishi mumkin. Ammo bu daromadlar uchun alohida qoidalar mavjud
va ular 23 qo'shimcha soliqqa tortilmaydi. Endi esa qoidalarimizning istisnolari, tuzoqlari va nuanslariga to'xtalsak. Istisnolar va tuzoqlar. 1. O'zi band qilgan shaxslar va tadbirkorlar. O'z faoliyatini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazgan fuqarolar uchun qator imtiyozlar mavjud. Ular faoliyat turiga qarab jismoniy shaxslar daromad soligidan ozod qilinishi yoki belgilangan eng kam miqdorda soliq to'lashi mumkin. Biroq ular belgilangan daromad chegaralaridan oshib ketmasligi kerak. Masalan, agar o'zi band qilgan shaxs belgilangan yillik 100 million so'mlik daromad chegarasidan oshib ketsa, u tadbirkorlik subyekti sifatida ro'yxatdan o'tishi va boshqa soliq tizimiga o'tishi shart. Agar u buni qilmasa va daromadi shaxsga kartasiga kelishda davom etsa, ushbu oshib ketgan summa soliq idoralari tomonidan daromad sifatida baholanib, tegishli soliqqa tortilishi mumkin. Bu yerda siz uchun muhim jihat shundaki, agar sizning faoliyatingiz o'zi band qilish ro'yxatidagi faoliyat turiga to'g'ri kelsa va daromadingiz chegaradan oshmasa, siz soliqdan xavotirlanmasligingiz kerak. 2. Yaqin qarindoshlardan olingan sovg'alar. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra yaqin qarindoshlardan ota-ona, er-xotin, farzandlar, aka-uka, opa-singillar olingan sovg'alar soliqqa tortilmaydi. Biroq bu yerda ham ma'lum bir nuans bor. Agar o'tkazmalar juda katta miqdorda va muntazam xarakterda bo'lsa, soliq idoralari ular sovg'a ekanligini isbotlashni talab qilishi mumkin. Bunday holatda qarindoshlik darajasini tasdiqlovchi hujjatlar, pasport, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma va sovg'a niyati haqidagi yozma izoh yoki bitim yordam berishi mumkin. O'tu. Qarz shartnomalari. Agar siz kimdandir katta miqdorda qarz olsangiz yoki bersangiz, qarz shartnomasini yozma ravishda rasmiylashtirishingiz shart. Bu notarial tasdiqlangan shartnoma bo'lmasa ham oddiy yozma shaklida bo'lishi mumkin. Pul o'tkazmasi tafsilotlarida esa qarz shartnomasiga asosan yoki qarzni qaytarish kabi izohlarni qoldirish kelajakda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tushunmovchiliklarning oldini oladi. Shartnoma mavjud bo'lmasa va katta miqdordagi pul muntazam o'tkazilsa, bu qarz emas, balki daromad deb baholanish xavfi bor. 4. Xayriya va beg'araz yordam. Agar siz xayriy maqsadda pul yig'ayotgan bo'lsangiz, buni shaffof tarzda amalga oshirishingiz kerak. Yig'ilgan mablag'larning maqsadi, qancha mablag' yig'ilgani va qayerga sarflangani haqida hisobot berishga tayyor bo'lishingiz lozim. Bank o'tkazmalarida xayriya uchun kabi izohlar qoldirish muhim. Bu mablag'lar sizning shaxsiy daromadingiz emasligini isbotlash uchun asos bo'ladi. Tuzoqlar va noaniq nuanslar birli. Hujjatlarning yo'qligi. Sizga kelib tushgan pul daromad emasligini isbotlash uchun har doim tegishli hujjatlarga ega bo'ling. Bu qarz shartnomasi, sovg'a shartnomasi agar katta miqdorda bo'lsa, tovar yoki sotib olganlik haqidagi yoki xizmat sotib olganlik haqidagi chek, uning pulini biror narzgan bo'lsangiz, uning pulini kartaga o'tkazgan bo'lishi mumkin. Hujjatlarsiz sizning so'zlaringizni isbotlash qiyin bo'ladi. 2. Kichik, ammo tez o'tkazmalar. Sog'liq organlari nafaqat katta miqdordagi o'tkazmalarga, balki muntazam ravishda kelib tushadigan kichik o'tkazmalarga ham e'tibor qaratishi mumkin. Masalan, kuniga 5-10 ta 50 ming so'mlik o'tkazma oyiga 7,525 million so'm daromad degani. Agar bu o'tkazmalar turli shaxslardan kelib tushsa va maqsad aniq bo'lmasa, ular biznes faoliyati alomati sifatida bog'lanishi mumkin. Uch shaxsiy kartalardan biznes maqsadida foydalanish. Bu eng katta tuzoq. Aksariyat tadbirkorlar kichik bizneslarni shaxsiy bank kartalari orqali boshqarishga moyil bo'lishadi. Chunki bu osonroq va byurokratik jarayonlarni kamaytiradi. Biroq bu o'ta xavfli. Agar sizning shaxsiy kartangizga doimiy ravishda mijozlardan to'lovlar kelib tursa, bu soliq idoralari uchun biznes faoliyati ekanligining aniq belgisidir. Shuning uchun biznes uchun alohida korporativ karta yoki tadbirkorlik hisob raqami ochish shart. 4. Soliq idoralaridan kelgan xabarnomalarni e'tiborsiz qoldirish. Agar sizga soliq idoralaridan pul o'tkazmalaringiz bo'yicha tushuntirish berish talab qilingan xat yoki qo'ng'iroq kelsa, uni aslo e'tiborsiz qoldirmang. Aks holda bu vaziyatni yanada jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Darhol murojaat qiling va barcha ma'lumotlarni taqdim eting. 5. Banklarning roli. Banklar ma'lum bir miqdordan yuqori yoki muntazam ravishdagi shubhali o'tkazmalar haqida soliq idoralariga ma'lumot berishga majbur. Bu ma'lumotlar avtomatik tarzda uzatilishi yoki soliq idorasining so'rovi asosida berilishi mumkin. Soliq kodeksidagi o'zgarishlar va bank nazoratini kuchaytirish bo'yicha qabul qilingan qarorlar banklar
va soliq idoralari o'rtasidagi ma'lumot almashinuvini tezlashtirmoqda. 6. Chegaralar thresholds. Hozircha karta o'tkazmalaridan soliq undirish bo'yicha aniq chegara summasi rasman e'lon qilinmagan bo'lishi mumkin. Ammo amaliyotda soliq organlari ma'lum bir mezonlarga asoslanadi. Masalan, bir oy ichida bitta shaxsdan 1 million so'mdan ortiq o'tkazma kelib tushsa, yoki bir nechta shaxslardan jami 30 million so'mdan ortiq muntazam o'tkazmalar qabul qilinsa, bu avtomatik ravishda tekshiruvga sabab bo'lishi mumkin. Bu raqamlar aniq belgilangan bo'lmasa-da, soliq idoralarining ichki ko'rsatmalarida mavjud bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun katta miqdordagi yoki muntazam o'tkazmalarda ehtiyotkor bo'lish kerak. O'tkazmaning manbasi va maqsadi. Pulning kimdan kelganligi jismoniy shaxsdanmi, yuridik shaxsdanmi, qancha miqdorda va qanday maqsadni ko'rsatganligi juda muhimdir. Agar xabarnomada xizmat uchun to'lov yoki tovar uchun to'lov deb yozilgan bo'lsa, bu to'lov daromad ekanligini anglatadi. Agar siz uy bekalari tomonidan tayyorlangan pishiriqlarni sotib olgan bo'lsangiz va o'tkazmada pishiriq uchun deb yozilgan bo'lsa, bu ham soliq idoralari uchun dalil bo'ladi. Amaliy maslahatlar: nima qilishingiz kerak? Agar siz muntazam ravishda shaxsiy kartangizga pul o'tkazmalarini qabul qilsangiz, quyidagi amallarni bajarishingiz shart. 1. Faoliyatingizni rasmiylashtiring. Agar siz uyda xizmat ko'rsatsangiz, masalan, tort pishirsangiz, dars bersangiz, sartaroshlik qilsangiz yoki frilanserlik qilsangiz, o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'ting. Buning uchun soliq qo'mnasining maxsus mobil ilovasidan yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portalidan MGO, Kobi.uz foydalanishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tish jarayoni juda sodda va ko'p vaqt olmaydi. O'zingizni o'zi band qilgan shaxs sifatida ro'yxatdan o'tkazish sizga qonuniy asosda faoliyat yuritish imkoniyatini beradi va soliq imtiyozlaridan foydalanishingiz mumkin. Masalan, belgilangan daromad chegarasigacha daromad solig'idan ozod bo'lishingiz mumkin. Bu sizga tinchlik bilan ishlashga imkon beradi. Agar sizning daromadingiz o'zini o'zi band qilgan shaxslar uchun belgilangan chegaradan oshib ketsa, hozirda bu 1 million so'm atrofida, yakka tartibdagi tadbirkor ITT sifatida ro'yxatdan o'ting. Bu sizga yanada kengroq faoliyat doirasi va ko'proq imkoniyatlar beradi. ITT sifatida siz soddalashtirilgan soliq tizimida ishlashingiz mumkin. Bu ham byurokratiyani kamaytiradi. Bankda alohida biznes hisob raqami yoki korporativ karta oching. Bu sizning shaxsiy moliyangizni biznes moliyangizdan ajratishga yordam beradi va kelajakda soliq idoralari bilan tushunmovchiliklarni oldini oladi. Barcha biznes o'tkazmalarini ushbu alohida hisob raqami orqali amalga oshiring. Har bir mijozga chek yoki kvitansiya berishni odat qiling. Bu sizning daromadingiz hisobotda aks etganligini tasdiqlaydi va sizning faoliyatingiz shaffofligini oshiradi. 2. Shaxsiy o'tkazmalar uchun ehtiyotkorlik choralari. Pul o'tkazmalarining sababini har doim aniq ko'rsating. Masalan, qarzni qaytarish, sovg'a, bolamning o'qishi uchun, oila byudjeti uchun kabi izohlar yozing. Bu soliq organlarining shubhasini kamaytirishga yordam beradi. Katta miqdordagi qarz berish yoki olishda yozma qarz shartnomasini tuzing. Notariusda tasdiqlash shart emas, lekin yozma hujjat bo'lishi juda muhim. Ushbu shartnomada tomonlar qarz miqdori, muddati va qaytarish shartlari aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Agar sizga biror qarindoshingizdan katta miqdorda pul kelib tushsa, masalan, uy sotishdan olingan ulush, bu pulning manbasini isbotlovchi hujjatlarga ega bo'ling. Masalan, uy oldi sotish shartnomasining nusxasi. 3. Agar sizga soliq organlari murojaat qilsa, nima qilish kerak? Aslo murojaatni e'tiborsiz qoldirmang. Soliq qo'mitasidan kelgan xabar yoki chaqiruvga darhol javob bering. E'tiborsizlik jazo choralariga olib kelishi mumkin. Barcha tegishli hujjatlarni yig'ing. Bu bank ko'chirmalari, pul o'tkazmalari skrinshotlari, qarz shartnomalari, sovg'a tasdiqlovchi hujjatlar, cheklar, rasmiy ro'yxatdan o'tganlik haqidagi guvohnoma kabi hujjatlar bo'lishi mumkin. Soliq bo'yicha mutaxassis yoki yurist bilan maslahatlashing. Vaziyatni to'g'ri baholash va qonuniy jihatdan to'g'ri harakat qilish uchun professional yordamga murojaat qilish eng yaxshi yo'l. Ular sizga qanday hujjatlarni taqdim etish va qanday javob berish kerakligini tushuntirib berishadi. Pullarning manbai va maqsadini tushuntirishga tayyor bo'ling. Soliq organlari sizdan ushbu pullar qayerdan kelganini va nima maqsadda ishlatilganini so'rashi mumkin. Hamma narsani aniq va ishonchli tarzda tushuntirib berishga tayyor bo'ling. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat soliq qo'mitasining rasmiy veb-sayti, Soliq.uz va hududiy bo'linmalariga.
u yerda siz o'z faoliyatingizni rasmiylashtirish, soliq masalalari bo'yicha maslahat olishingiz mumkin. O'zingiz xizmat ko'rsatayotgan bankka banklar sizning hisob raqamingiz faoliyati bo'yicha ma'lumot berishi, shuningdek, biznes hisob raqamlari ochish bo'yicha maslahatlar berishi mumkin. Professional soliq maslahatchilariga. Agar vaziyat murakkab bo'lsa yoki siz katta miqdordagi pul o'tmalari bilan bog'liq muammoga duch kelsangiz, malaka mutaxassisdan yordam olishdan tortinmang. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, hurmatli tomoshabinlar, karta o'tkazmalaridan 23% soliq undirilishi haqidagi xabarlar barcha shaxsiy o'tkazmalarga taalluqli emas. Bu birinchi navbatda o'z faoliyatini rasmiylashtirmasdan soliqdan yashirib daromad topayotgan shaxslar uchun tegishli bo'lishi mumkin. Davlatning maqsadi yashirin iqtisodiyotni qisqartirish, barcha uchun teng sharoitlar yaratish va soliq bazasini kengaytirish. Sizning shaxsiy moliyaviy osoyishtaligingiz uchun o'z faoliyatingizni qonuniylashtirish, o'tkazmalaringizning maqsadini aniq ko'rsatish va tegishli hujjatlarga ega bo'lish juda muhim. Ogoh bo'ling, bilimli bo'ling va qonunga rioya qiling. Umid qilamanki, bugungi videomiz siz uchun foydali va tushunarli bo'ldi. O'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring, videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling.